Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu ikkisi teng bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizning bugun 6-si. Bugungi mavzuyimiz saodat va shaqovat. Baxt va baxtsizlik. Baxt nima o'zi? Baxtni kimdir sog'ligida deb biladi, kimdir yoshligida deb biladi, kimdir yana bir mansabda deb biladi. Baxt nima o'zi? Kishini qalbini xotirjamligi, kunidan rozi bo'lishlik, qalbning oromi. Kishini qalbi orom bilan turganligi, g'am tashvishli yo'qligi, kuniga xotirjamligi, kuniga roziligi bu baxt. Odam bolasi borki, birodarlar, baxt islaydi. Shaqovatdan, badbaxtlikdan qochadi. Endi ulardan qanchasi saodatni topadi, bu insonlardan qanchasi topmaydi, Alloh biladi. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratib, otamizni jannatga kiritdi. So'ngra uni qovurg'asidan Havo onani yaratdi. So'ngra aytdi: qarang, Odam alayhisalom Havo onamiz bilan jannatda hamma narsa muhayyo. Alloh taolo aytdi: Astagfirullah. Faqulna ya Adamu inna hada aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Bas biz aytdik: ey odam, albatta bu, ya'ni iblis, senga ham, seni xotiningga ham dushmandir. Bas u ikkovingizni jannatdan chiqarib baxtsiz bo'lib qolmagin. Fatashqa. Jannatdan chiqib kelsang baxtsiz bo'lib qolasan. Jannatda turishlik baxt edi ekan, chiqishlik badbaxtlik edi ekan. Jannatdan chiqib badbaxt bo'lib qolishiga kim sabab bo'lar ekan? Shayton, iblis. Saodatni hammasi birodarlar jannatda. Shaqovatni, baxtsizlikni hammasi jahannamda. Odam alayhisalom, Havo onamiz ikkalasi bo'lib man qilingan mevani yeb qo'yganlardan keyin jannatdan chiqarildilar. Hamda Alloh taolo Odam alayhisalomni yerga tushirib yana vahiy qildi. Astagfirullah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Alloh tomonidan kelgan hidoyatga ergashgan odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Shaqovatdan uzoq bo'lishni istaymizmi? Alloh taoloning hidoyatiga yuraylik. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Endi buning muqobilida bir toifa insonlar bor, Allohning zikridan yuz o'girgan, Allohning hidoyatidan yuz o'girgan. Alloh taolo aytadi: kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Mana kishi dunyoda baxt islar ekanmi? Hidoyatda yursa baxtli bo'ladi deyapti Alloh taolo. Hidoyatdan yuz o'girsa, Robbisining zikridan yuz o'girsa, badbaxt bo'lyapti. Saodat, baxt, saodat deb gapirilganda pul aytilinyaptimi? Millat, qaysi millat vakili bo'lishi aytilyaptimi? Qaysi zamonda, qaysi yurtda yashashligi aytilyaptimi? Peshonasi ochiq odamlarda, o'sha Yevropada yashayotganlarchi. Baxtli odamlarda nimaga? Benzin narxi ham oshmaydi. Magazinlar to'ldir produktda, zo'rda, baxtli odamlarda baxt degan tushuncha hidoyat ekan, birodarlar. Baxtsizlik, shaqovat degani hidoyatsizlik, zalolat ekan. Hozirgi kunda odamlarda juda ko'pchiligi hidoyatdan uzoq, shuni o'zidan, ya'ni binobarin badbaxt shaqovat ichida. Qancha odamlar Robbisiga yaqin bo'lib saodatini topyapti. Qanchasi nafsining ko'yiga kirib, Robbisidan uzoq bo'lib badbaxt bo'lyapti. Vallohi bir kishini millionlagan puli bo'lsin, hashamatli uylari bo'lsin, eng yangi qimmat mashinalarda minsin, ammo Robbisidan uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu insonni baxtli deya olmaymiz. Chunki bu inson Robbisidan uzoq bo'ldimi? Robbisini qulchiligidan bosh tortdimi? Demak, nafsiga qul bo'ldi. Nafs to'yadimi? Demak, bu inson hech qachon hayotidan xotirjam bo'lmaydi, hayotidan rozi bo'lmaydi. Ammo faqir odam bo'lsa, tirikchiligini nari-beri o'tkazayotgan bo'lsa, ammo qalbida iymoni bo'ladigan bo'lsa, bu inson haqiqiy saodatli kishi. Chunki bu dunyoning sinovligini, bu dunyoda vaqtinchaligini biladi, qanaqa kun kelsa ham Allohdan rozi bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan saodatga erishadi. İbrahim Adham
Ko'p eshitganmiz bu kishini. Taniymiz kim bo'lganligini bu kishini aslan. Bu kishi Xuroson podshohlarining birini o'g'li bo'ladi. Shahzoda. G'aflatda, o'yin-kulgida, maishatda, mulk-ko'chilikda, isrofgarchilikda yashagan. Kunlarda birida bir kishi kelib unga nasihat qilib aytdiki: "Ey Ibrohim, Alloh seni shu narsa uchun yaratganda o'ylaysanmi?" dedi. So'ngra ushbu oyatni tilovat qilib berdi. Astagfirullah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allohul malikul haq. Robbimiz so'rayapti. Robbimiz siz bilan bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaymiz deb o'ylayapsizlarmi? Bu oyatlarni eshitganida Ibrohim Adham qalbi uyg'ondi. Iymonga qaytdi, yig'ladi. Shu kundan boshlab hayotini o'zgartirishga kirishdi. Mulkni tark qildi, ne'matlarda, huzur, halovatlarda hammasidan voz kechdi. Bag'dodga safar qildi. Mana shu joyda yashab, dinga berildi, ilm o'rgandi, shariat yo'lini mahkam tutdi. O'zini zamonasidagi eng salohiyatli insonga aylandi. Boyligidan kechgani uchun faqirona hayot kechirardi. Ustida bitta jundan bo'lgan kiyimi bor edi. Yeydigan narsasi bir burda qattiq non edi, bir kuniga. Va buni ana shu daryoda suvga chilab, yumshatib shu nonni yer edi. Bir kuni shunday hashamatli shahzodaning hayotini qo'yib, shu bir burda qattiq nonga ko'ngan odamning gapini qarang. Mana shunday kunda yashab turib nima der edi? Xuddi Umar ibn Xattobda aytgan so'zini aytgan edi. Nima dedi? Biz shunday saodatli hayotni boshimizdan kechiryapmizki, agar podshohlar va ularning bolalari bu hayotni mazasidan xabardor bo'lganlarida shu hayotni tortib olishlik uchun ustimizga qilichlar bilan bostirib kelishgan bo'lar edi. Avvalgi hayotini umuman eslamayapti. Nima uchun u faqirona hayot bo'lsa ham saodatli hisoblayapti o'zini? Chunki qalbi Allohning zikri bilan xotirjam bo'lyapti. Agar podshohlarning farzandlari biz totayotgan lazzat, huzur, halovatni bilganida qilichini ko'tarib kelib biz bilan jang qilgan bo'lar edi. Ammo buni muqobilida yana bir toifa insonlar bor. Qancha moli davlat yetarli bo'lmasin, hayot qancha zo'r bo'lmasin, o'zini qatl qilayotganini. Mana Skandinaviya xalqlarini oling, Shvetsiyani, Norvegiya, Finlandiyani oling. O'zi Yevropa boy mamlakatlar majmuasi. Endi Yevropaning ichida mana shu Skandinaviya o'lkalari eng boylari. Eng o'zini joniga qasd qilganlarning ko'pi ham aynan shu mana shu Shvetsiyada. Skandinaviya o'lkalarida. Bironta bir musulmon deyishganmisiz? 5 vaqt namozda, Qur'on tilovatida, nafl namozlarni o'qiydi, doim Qur'on tilovatida hushi joyida bo'lib turib, o'zini o'zi osib qo'yganini ko'rganmisiz? U hayotda qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'ylab ham qo'ymaydi o'zini osishlikda. Nimaga? Iymoni borligini eslaydi-da, dunyodagi eng boy, eng saodatli odam ekanligini his qiladi. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha ishlaydi, kunlik tirikchiligini zo'r o'tkazadi, ammo hayotidan rozi, umri saodatli. Nima uchun? Allohni taniydi, namoz o'qiydi, Robbisini zikrida, kuniga rozi, xotirjam uxlaydi. Tirik ekanmizmi? Rizqimiz Allohning qo'lida. Yana million emas, milliardlagan puli bor odamlar bor, dori ichmasa uxlay olmaydi. Qalbiga g'am kirib qolgan. Lekin bu odam faqir, bu odam badbaxt. Nima uchun? Hidoyatdan uzilgan. Hidoyatdan uzilgan. Demak, kim saodatli bo'lar ekan? Hidoyat ko'rgan kishi. Va ammallazina su'idu fa fil jannati xolidina fiha. Oyatni qarang. Endi baxtiyor zotlar esa jannatda bo'ladilar. Baxtiyor zotlar dunyoda baxtiyor bo'lganlar. Dunyoda saodatli bo'lganlar jannatga kiradi deyapti. Biz saodatlimizmi, birodarlar? Endi baxtiyor zotlar esa jannatda bo'ladilar. Dunyoda baxtli bo'luvdi, endi bu albatta jannatga kiradi. Endi keyingi oyat. Fa ammallazina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun va shahiq. Bas, endi badbaxt kimsalar do'zaxda bo'lib, u joyda ohu faryod qilurlar. Badbaxt kimsalar do'zaxda bo'ladi. Demak, do'zaxga tushguncha bular badbaxt bo'lmagan. Nima bilan? Iymonsizlik bilan, kufr bilan, Allohdan uzoq bo'lishlik bilan. Ulamolarning biri u kishini qamab qo'yishdi.
avval yashab o'tgan salaf solihlardan qamoqda turar ekan aytar edi. Shu qasirchalik, shu qamoqchalik oltinni sadaqa qilsam ham men hozir his qilayotgan ne'matni shukrni ado qila olmayman. Shunday zo'r yashayapman, shu qasirchalik keladigan oltinni ehson qilsam ham shukr ado bo'lmaydi. Qanaqa ne'matni ichidasiz? Axir qamoqdasiz u. Bu qanaqa ne'mat? U kishi aytdi, yo'q. Men bir lazzatni ichidaman, odamlar uni bilmaydi. Qomab u kishini orqasidan eshik yopishganida tabassum qildi. Nimaga tabassum qilasiz qamalib turib? Robbimning bir oyati esimga tushdi. Astagfirullah. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'azab. So'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida oldida esa azob do'zax bo'lur. U kishining mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qila oladi? Axir jannatim qalbimda bo'lsa." Yurtimdan haydab chiqarib yuborsa safar, qamab qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishligini ta'minlab beryapti, birodarlar. Qari kampir enalarimiz uyqularidan voz kechishib Qur'on o'qib o'tirishadi. O 1-2 gacha. Buni ko'rgan ayrim kishilar bechora deydi. Uxlashdan o'rniga o'zini qiynab kitob o'qiyapti deydi. Qalbi faqat dunyoga bog'lanib qolgan g'ofil qalb egalari qayoqdan bilsin bu kampir Qur'on tilovatini qilyapti, qanday huzur qilayotganligini. Yana shunday bir odamlar bor, moli dunyosining hisobi yo'q, sarflab tugata olmaydi, ammo iymoni yo'q. Butun g'ami moli dunyosini ko'paytirishlik. Bu ikkisi hech qachon ter bo'lmaydi. Ibn Kasir o'zining Bidoya va nihoyasida bir ajib qissani keltiradi. Musulmonlar salbchilar bilan jang qilishar edi. Musulmonlarning qo'shni orasida bir yosh yigit bor edi, qori edi, hofizi Qur'on. Musulmonlarga Qur'on tilovat qilib berar edi. Odamlar yaxshi ko'rishar edi. Salbchilarning qasri ichida turib jang qilayotgan odamlarning orasida bu musulmon yigit bir qizga ko'zi tushdi. Uzoq kuzatdi. U qizning ishqi bu yigitning qalbiga tushdi. Kunlari birida yo'lini qildida, haliga qizga murojaat qildi. Qanday qilib senga yetishsam bo'ladi? Qanday yo'l bor senga yetishlikka? Qiz aytdi: "Nasroniylikka o'tasan, menga uylanasan." Yigit nima qildi? Musulmonlar safidan chiqib, nasroniylar safiga kirib ketdi. Nasroniy diniga o'tdi. Keyin mana shu qizga uylandi. Bu qal'ani musulmonlar fath qilish olmadi, ortiga qaytib ketdi. Bu yigitni yo'qotib qo'yishdi. O'ldimi, tirikmi, asir tushdimi yoki nima bo'ldi? Xabarlari yo'q. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin qo'shin takror keldi yana qal'ani fath qilishlikka. Musulmonlar qarashuvdi, ana shu nasroniylarning safida turgan bir yigit e'tiborini tortdi ularni. Qarashuvdi haligi qori yigit. Unga: "Voy, sen falonchimisan?" "Ha, men shu falonchiman." "Ha, bizga Qur'on tilovat qilib beradigan falonchimisan?" "Ha, o'shaman" dedi. "Senga nima bo'ldi? Qur'oning nima bo'ldi seni? Qur'on yodlagan eding-ku, musulmon eding-ku." U nima dedi? Qur'onni hammasi esimdan chiqarilib yuborildi. Qalbimdan olib qo'yildi. Faqatgina bitta oyat esimdan chiqmayapti. Qur'onni ko'targan, hammasi hidoyat, nur, Alloh taolo olib qo'ydi. Faqat bitta oyat esimda qoldi. Mana shu oyat uni xotirasida qolib, uni qiynab unga azob berayotgan edi. Qaysi oyat edi? Astagfirullah. Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu va yatamatta'u va yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Bitta oyat qolib qarang. Hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qolurlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yavering, yeb ichib foydalanib qolsinlar, orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilgan ishlarning oqibatini bilib olurlar. Ey musulmonlar, parvo qilmanglar bu dinsizlarni, dindan uzoqlarni, dunyolari obod bo'layotganligi. Alloh taolo ularni sinayapti bu narsa bilan. Ular ham o'ladi. Musulmonlar ham o'ladi. Robbisining huzuriga borganda bular ana shu kambag'alroq bo'lsa ham musulmon bo'lib yashamagan ekanman degan pushaymon deyishadi. Yer yuzida yashayotgan odamlar ikki toifa: saodatmandlar, badbaxtlar. Ana shu dinsizlarni, moli davlatini ko'pligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin.
Albatta Alloh ularni bu bilan azoblayapti. Ko'pchilik, balki aksariyati baxtsiz. Solih kishilardan biri aytadiki, hayotimda shunday bir lahzalar o'tadi, shu lahzalarda o'zimni shunday his qilamanki, agar jannatiylar ham shu narsani his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Shu dunyoda yashab turib aytayapti, shunday bir lahzalar bo'ladi, o'zimni shunday huzur halovatda his qilaman, agar jannatiylar ham shuni his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. U qanday lahzalar? Sajdada turgan paytingiz, Qur'on tilovat qilayotgan paytingiz, Ka'bani tavof qilayotgan paytingiz, hoji aka. Bomdod namoziga qorong'ida ketib borayotgan paytingiz, iftorlik qilayotgan paytingiz, yetimni boshini silab, ko'zingizga yosh kelib, unga xayr ehson qilayotgan paytingiz. Alloh taoloning kalomini eshitib, ko'zingizga yosh kelgan paytingiz, eslaydi shu paytda. Tilingiz bilan tasvirlab bera olasizmi? Yig'laysiz a? Ya'ni yig'latadigan joy, Arafatda turibsiz, otangiz, onangiz sizdan rozi bo'lganligi haqida qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Otangizdir, onangizdir sizga roziligini aytib duo qilyapti. Endi bundan keyin hech qachon kam bo'lmaysiz. Shuning uchun pul topayotganlar haligi har xil mashina olib, hashamatli uylarda solib, hadeb dunyoda obod qilaman, kafil yopishtiraman, miramir qo'yaman, sariq tosh qo'yaman, do'rmasdan otanglarni bittasinimi, pulingiz yetsa, bo'lmasa ikkalasini olib borib turib Arafatda turib, qani dada, keling, oyi bir duo qilar haqingda deb turib, bir duosini olib ko'ringlar-da. Mana shu lahzalar lazzatni, saodatni cho'qqisi. Mana shu saodatdan insoniyatda juda ko'pchiligi mahrum, birodarlar. Har qancha dunyoyingiz ko'p bo'lsin, bu dunyoyingizni sarflab har qancha huzur, halovat toping, kayf toping, ammo bu halovat, lazzatning ortida nima qoladi qalbingizda? Gunoh qoladi. Qalbingizni qorayish qoladi. Ular har qancha chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yemasin, eng yangi mashinalarda yurmasin, har qancha dunyoda sayr sayohat qilmasin, baribir baxtsiz. Baribir bas, chunki qalbida iymon yo'q ularning, birodarlar. Sababi Robbilardan ular voz kechgan kishilar. Insonning qalbi qachon xotirjam bo'ladi? Qachon kuniga rozi bo'ladi? Qachon inson baxtli bo'ladi? Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Faqat Allohni zikri bilan qalbingiz xotirjam bo'ladi. Ishonavering birodar, 10 ming dollar bugun toping-da. Qancha yetmaydi? Yana 10 ming yetmaydi. 20 ming toping-da. 20 ming yetmaydi. 100 ming toping-da, 100 ming lira sot ko'rinadi. Faqat Allohning zikri bilan qalb xotirjam bo'ladi, Allohga bo'lgan iymon bilan inson baxtli bo'ladi. Darsimizning nihoyasi, darsimizni avvalida o'qib qo'ygan ikkita oyatimizni birodarlar yana takror o'qiymiz. Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Robbisining hidoyatiga yurib saodat topgan kishi, Robbisining hidoyatidan yuz o'girib badbaxt bo'lgan kishi, bu ikkalasi teng bo'ladimi? Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi